Assalomu alaykum, Mustafa Luxening hurmatli obunachilari. Aniq bilaman, siz ham hayitga shunaqa chiroyli oyoq kiyimlarni qidirib yuribsiz va men sizga ularni obzor qilib beraman. Qarang qizlar, shunaqa chiroyli modellarimizga kelgan. Bu platforma yurishga juda ham qulay. Buni bilasizlar, ichlari bilan полностью kojada, ichlari yumshoqqina, masajniy variant qizlar. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q, chunki bularni уже hammanglar bilasizlar. Bularning ham ichlari полный kojada. И ular yumshoq masajniy, yurishga juda ham удобный platformada qizlar. Bu ham ichki, tashqi полный kojada, teklarini ko'rasizlarmi? Zolushka qizlarimiz, zolushka oyoqlarimiz uchun ham shunaqa chiroyli variant. O'zingiz kiyishingizga ham, sarpaga, hadyaga, hamma yoqqa ketaveradigan, uyaltirmaydigan modellardan qizlar. Lipetib kiyib olishga nimangiz bor deydiganlar uchun mana shu variant tavsiya qilamiz sizlarga. Elbek podrushka shunaqa balandligi ham kiyishga qulay, rulga qulay, ichlari bilan kojada, ichlari stilkasi masajniy qizlar. Glavniysi. И buni men bunisini ishlatmasangiz ham bo'ladi, chunki buni mamlakatda mana rezinasi bor. Lipetib kiyib olib, lipetib yechishingizga mana bunisida ham xuddi shunaqa. Tavsiya qilaman qizlar. Shunaqa chiroyli, yengil variant, naturalniy koja, umuman terlatmaydi oyog'ingizni. И, конечно же, bo'lmasa bo'lmaydigan повтор kelayotgan, повтор sotilayotgan modelimiz qizlar. Buni o'zi bilganlar bilib olib kiyishyapti. Ortiqcha gapirishga buni ham hojat yo'q. И mana bu modelimizni qaranglar. Shunaqa chiroyli, pitonoviy, hech qachon modadan ham, trenddan ham qolmaydi. Qizlar, bularni o'zi ortiqcha gapirishga, ortiqcha ta'rif berishga umuman hojat yo'q. Biladiganlar o'zingizlar bilib Telegramdan zakaz beraverasizlar.